Lekin qadrdonlar, eng ko'p savollardan biri bu qanday yoqishdi. Ko'pchilik buni dastavka qilib beryapmiz, olgandan keyin ham yoqishga qiynalyapti. Birinchi xatosi oddiy qog'oz, bir karton, mana shunaqa narsalar qo'yyapti-da, yoqqandan keyin sizga anoni atrobotkani ochyapti. Undayda metall qizimaydi, tortib ketolmaydi. Buning uchun qaranglar, oddiy keraksiz bironta lattani olamiz, mana. Lattani qo'yib olamiz. Xo'sh, solyarka eng yaxshi tushadigan narsa bu solyarka, benzin tez yonib bo'ladi. Xo'sh, mana ozgina bunga ko'p ham kerak emas. Bo'ldi mana. Ozgina ustiga tomirib olsang, mana. Yonyapti. Ko'ryapsizlarmi? Ana endi akkuratligini ichiga tiqamiz. Yaqinroq olib kelib, buni do konca yopmaysizlar, tortishga qiynalib qoladi. Mana shunday. Yarim barmoq, yarim santimetrgina qoldiringlar. Bo'ldi, mana tortishini ko'ryapsizlarmi? Ana endi atrobotkani bemalol ochsak bo'ladi. Ko'p kerak emas. Juda ko'payib ketsa ham bu yonolmay qoladi, tortmaydi. Xo'sh, ozgina. Xo'sh, mana bu ham ko'p. Tomchi. Mana shunday mayda tomchilab tursa yetadi. Bu 400 ming so'mlik variantimiz. 8 lik profildan qilingan, stenkalari ham qalin. Mana bu tomonda 500 ming so'mligi. Hozir